Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Ixla apparatida gepatit B ferritin tahlillari tekshirishni ko'rsatib o'tamiz. Hozir reaktivlarni qo'yib bo'ldik. Inkubatsiya qabulda. Qon zardoblarini ham qo'yib bo'ldik. Hozircha apparatimiz ishlashga tayyor turibdi, startda. Qolgan qonlarimiz tahlilga tayyor bo'lgandan keyin analiz qo'yishni boshlaymiz. Hozirda mana birinchi probamizga tahlil kodlarni terib chiqdik, istoriya raqamlarini. Agarda sizda istoriya raqam yo'q bo'lsa, familiyasini yozishingiz ham mumkin. Bu yerda qilinadigan analiz ro'yxati ko'rinib turibdi. Gepatit B, ferritin, shu tahlillar. Apparatimiz yo'q, ishchi holatga tayyor. BGWLC'lari hammasi normada elasizlar. Xo'p, reagentlarimiz mana ko'rib turibdi. Ko'rdinglar, mana oppoq turgan holatda bu yaxshi turibdi. Bu yerda ko'rsatadi. Oq kalirovka qilinganligini bildiradi. Qizil shu kalirovka o'tmaganligini bildiradi. Bu rangimiz esa kalirovka o'tmaganini bildiradi. Endi biz buning uchun bu yerni tanlaganmiz, kalirovkaga o'tkazganmiz. Bu yerda registratsiya kalirovkasini ko'rishimiz mumkin. Mana registratsiya kalirovkasi, gepatit B. Gepatit B bir haftada bir marta qilinadi kalibrovkasi. Kontrollari har analiz qo'yganda qo'yiladi. Hozircha bizni apparatimiz tahlil qo'yishda tayyor turibdi mana. Rezultatga o'tamiz. Bugun kiritgan patsientlarimiz ro'yxati mana. B, ferritin hammasi ishlashga tayyor. Hozir yana qo'shadigan qonimiz bor. Ularni kiritamiz, daftarga registratsiya qilishni boshlaymiz. Shundan so'ng start beramiz. Hop, mana 18 ta patsientimizni ro'yxatga oldik, daftarga yozdik, blankasiga yozib tayyorlab oldik. Endi apparatga qonlarimizni qo'yishni boshlaymiz. Qonlarimiz eng kamida 3 gram yoki 4 gram olinishi kerak. Qon zardobi eng kamida 1 ml, ya'ni 1000 mikrolitr bo'lishi kerak. Shunda apparat igorkasi tiqilmaydi. Oldik. Mana ikkinchisiga qo'yishni boshladik. Ikkinchisiga qo'ydik, birinchisiga qo'ydik, ikkinchisiga qo'ydik. Davom etamiz. Hop, mana. Birinchisi tayyor. 12 ta patsientimizni ro'yxatga oldik. Endi ikkinchisiga o'tamiz. İkinchisi. İkincisiga esa o'tamiz. 10-chi patsientning bemorimiz 4986. Bu bemorimiz ferritinga hamda gepatit B ga topshirgan. Belgilaymiz. 14-chi bemorimiz 4988. Bu bemorimiz ham ferritinga gepatit B ga topshirgan. 15-chi bemorimiz 15-chi bemorimiz faqat gepatit B ni o'ziga. Mana. Xo'p, 16-chi bemorimiz 54. Bu bemorimiz ham faqat gepatit B ni o'ziga topshiribdilar. 17-chisi 50-37. Bu 50-37 bemorning istoriya raqami hisoblanadi. Endi o'zimizga qulay bo'lishligi uchun, ishni tezroq yakunlanishligi uchun har bitta yachagamizga shu joyga bemor yozib o'tirmaymiz, familiya ismini, danlarini. Faqat istoriya raqamini qo'ysak bo'ladi. Agar istoriya raqami yo'q bo'ladigan bo'lsa, familiya yozib chiqamiz mana shu tartibda. Ismi Ilova.
bemor familiya ismini yozgandan tartib raqamlar bilan, IDlar bilan ishlasa qulayroq deb o'ylayman. Xatolik kamroq bo'ladi. Mana 18 ta bemorimiz 20-03-mart mana. Xo'p, birinchi yachakamizga 12 ta bemor ro'yxatga oldik. Ikkinchisiga 13 ta, 14 ta, 15 ta, 16 ta, 17 ta, 18 ta. 18 ta bemor hammasi mana ro'yxatga olingan. Tayyor. Endi start tugmasini bosamiz mana. Push tugmasini bosamiz. Ya'ni start boshlashni bildiradi. Bosamiz. Apparatimiz ko'rasizlar 1 soat 06 minut ko'rsatyapti. Ya'ni yacheykalar qulflandi. Shu paytda siz qoningizni ola olmaysiz. Shu paytda. Bu degani nima degani? Sizga shu qo'ygan qonlaringiz kerak bo'lyapti. Shuni ochib ola olmaysiz. Mumkin emas, ochib olish mumkin emas. Sababi apparat ushbu qon zardoblarini tekshirish uchun namuna olyapti. Namuna olyapti. Reagentga o'tamiz. Reagent ham xuddi shu tartibda mana qulflandi. Qulf belgisi bu shu reaktivdan apparat foydalanyapti. Shuni ola olmaysiz degan bildiradi, so'zni ma'noni bildiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Alohida kuvetalari mana kuvetalari olyapti. Igolkasi ham bu igolka ham reaktivdan oladi. Mana reaktivdan bo'yi qo'yib chiqqanmiz. Keyin videoda ko'rsatamiz. Ham bemor qon zardobidan oladi mana. Bu tomonda bemor qon zardoblari teriladi. Bu tomonda reaktivlar qo'yiladi. Reaktivlar magnitlar qotib qolmasligi uchun mishalkamiz bor mana shu tartibda aylantirib turibdi. O'zi apparatimiz analiz tekshirishni boshladi. Qarang, yana bir narsani ko'rsataman. Qandaydir holat bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun kuvetasi tugab qolishi mumkin. Yoki bo'lmaganda apparatda igolkasi tiqilib qolishi mumkin. Shu paytda apparat avariya holati shunaqa yozuv chiqaradi. Открытие krishka analizatori. Analizator krishkasini ochdingiz deyapti. Okey deymiz. Haqiqatda ochdik mana. Ochganligimiz tufayli bu xavfsizlik tufayli o'zini shunaqa signalini beradi bu. Ko'ryapsizlar, har bitta bemorimizga alohida kuvveta bo'lyapti mana. Hozir ilojimiz yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Aralashtiryapti, ko'ryapsizlar. Mana mishalkada. Hop, bu iglamiz reaktivdan olyapti, zardobdan olyapti. Mana yaqinroq uzoqlashtiraman hozir. Mana reaktiv oldi. Mana qo'shdi kuvvetaga. Bu tomonda esa qon zardobidan namuna oladi, soladi. Mana. Endi bu yerda mishalkada aralashtiryapti. Mikser, ya'ni siz tilimizda mikser deydi, mishalka emas. O'zimiz tilimizda gapirib oldik. Oddiyroq bo'lishligi uchun endi ko'ryapsizlar mana. Eslatib o'taman, bu videomiz Namangan viloyati Davlatobod tumani Namangan viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida, ya'ni o'zimizning yuksalishda Anka gematologiya shifoxonasi deb yuritilayotgan, hozircha hali tasdiqlanmadi. Shu yerda shu ishlar olib borilmoqda hozircha. Endi aytishingiz mumkin, faqat gepatit B, C, ferritingami deb. Yo'q. Qulaylik tomoni sizda nima analiz qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni tanlaysiz, qo'shib ketaverasiz. Misol uchun garmonni qo'ymoqchisiz, mana, xo'p. Xuddi men aytgandek avariya holat. Mana probirkada sugustuk, ya'ni 49, 48, 91-probirkada sugustuk bor deyapti. Ya'ni bu
qon plazmasida fibrin iplari hosil bo'lganligini bildiradi. O'tamiz 4981. Ikkinchisida 4981 birinchisi shili. 48 ha mana 3-nomerli qonimizda fibrin aniqlandi. Mana apparat shu tartibda aniqlangan fibrinni ogohlantiryapti. 4891 mana. Обращение Густав. Mana. Oddiy fibrin iplari bo'lgan taqdirda ham u shunaqangi avariyni holat chaqiradi. Shuning uchun iloji boricha olingan qonlarimizni 4000 оборотda 5 minut davomida yoki 10 minut davomida sentrifuga qilib keyin apparatga qo'yganingiz ma'qul. Endi biz ham sentrifuga qilib qo'ydik. Proberkamiz aktivatorli emas bo'lganligi tufayli shunaqa holat, fibrin holatlari ko'p bo'ladi. Ya'ni yana bitta qo'shimcha qilib aytganda, xona harorati, qon olinayotgan xona harorati sovuq bo'lsa yoki bo'lmaganda sentrifuga qiladigan xonangiz sovuq bo'ladigan bo'lsa ham fibrin hosil bo'lib qolishi ehtimoli bor bo'ladi. O'zi apparat analiz qilishni boshlaydi. Bir soat davomida test qiladi. Ko'rib turibsizlar, avtomat analizator.